Ha do'stlarim, bugun 2026-yil 14-kuni shanba kuni ertalab soat 7:30. Biz turgan joy Urgut tumanining G'o's qishlog'idagi Xashak bozori turibmiz mana. Bedalarning narx navolari bilan tanishtiramiz. Aksariyat bedalar Jizzaxdan kelgan, eng asosiysi. Yaxshimisizlar? Ko'jan nech pul bo'lyapti qopi? 25 ming. Nech kilogramm? Ha, 25 ming 25 ming so'm, 22 yil mana bedalar hammasi aksariyat Jizzaxdan kelyapti. Mana bu bedalarni ham ko'ramiz. Bu sotilgan ekan. Ko'jan yaxshimisan? Horma, nech puldan beryapsan? Ha, mayli. Mayli, xo'p. Mana bedalar, mana ko'ringizlar. Mayli. Aksariyat bedalar va somonlar ham Jizzaxdan kelgan ekan. Ha, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qani hormanglar. Nech qayerda bedasi? Zominni qayerdan? Oy, molodez. Nech puldan beryapsizlar? 45 ming. Haloling bo'lsin. Mana o'rtoqlar, o'zim ham Jizzaxdan. Jizzaxlik fermerlarimiz Xashakchilarimizga G'o's pullarini olib ketyapti. Rahmat. Bedaning egasini olingman. Bedaning egasi bu yigit ekanmi? Ay, bu bedaning uyasi uyatchang bola ekan, mayli. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisizlar? Aka, bedani o'stirib bunday boya 7 gacha sachi to'kilib qoldi. Ha, sochi meniki ham to'kilgan. Mana do'stlarim, bedachilar haloling bo'lsa, mehnat qilgan odam olib kelib mana 45 ming so'mdan sotyapman. Urgutlik chorvadarlarimizni. Somon 35 ming. Ha, somon 35 ming so'm. Rosa 35 ming so'mmi? Ha, somon rosa. Ha, endi ko'ringizlar. Biz mana bu yoq mol bozor ekan do'stlarim. Senda ham bormi ko'jon? Qaysi biri seniki? Nech pul bu Xashak aralashgan? 36 ming. Oy. Mana ko'ramiz. Mehnat qilgan odam bizning Jizzaxliklarimiz, fermerlarimiz yozdan kun somonni joyida 5 ming so'm sotib yuboradi. Saqlab sotsa mana 35 ming so'm ekan. Ho, yaxshimisizlar? Voy, yaxshimisizlar? Bloger Shavkat Davir Jizzaxdan mashinalar nech pul sotyapsizlar beda presda? 45 ming. Qadding dur. Oqsoqol G'o'sdanmisiz? Norozichilik yo'qmi? 45 ming so'm. Olamiz. Rahmat, Oqsoqol, ming rahmat. Sizlarga ham rahmat. Zomindanmi? Qayerdan sizlarniki? Zomin. Mana shu bolani olib qo'ying. Mana shu bola itagim tushyapti. Zo'r, molodez, mehnat. Shu bolani olib qo'ying. Uni ham oldik, obolani ham oldik. Mana ko'ringizlar, somonga o'tamiz. Qarang, xaridor nihoyatda ko'p. Sotuvchilar, bedachilar, preschilarimiz qo'lga tegmasdan sotilyapti mana ko'ringizlar. G'o's qishlog'i Urgut tumanida. Mana somon presni ham so'raymiz. Qani somon pres nech pul bo'pti ekan? Somon egasi yo'qmi somon presda? Ha do'stim, zo'rmi? Bloger. Nech puldan somon pres? Ko'jon nech pul beryapsizlar? Somon pres nech pul beryapsizlar? Xashak, dag'al xashak, tushunarli. Nech puldan dag'al xashak? 35 ming so'mdan bo'ldi mana bedangdan. Qayerdiki? Zomin. Zomindiki. Qayeri Zominding? Shag'ar. Voy, mallat, oting kim? Salohiddin, rahmat. Qachon berdim mana? Tugashiga. Tugashiga. Qarang. 8 dona qoldi mana bog'ga berdik oxirini. Bog'a xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Bizning Zomin xalqi, Jizzax xalq, bedachi xalqimizda xursand bo'ldingizmi? 40 ming ham emas, 45 ming emas, 35 ta. Rahmat, Salohiddin, rahmat. Ulayim, o'sli xursand qilsa, molodez ko'jon. Qani seniki qanday bo'ldi ko'jon? Yaxshi bo'la. Nechta pres bor edi? Sen ham zomindan bo'lsan kerak. Men ham zomindan. Ha, zominlik haloling bo'lsa, mehnatkash xalqqa mana
Bidachilar sizlarniki ham sizlar qanday? Sizlarning sotdilaringmi? Ay, mallarni saqlab sotish kerak ekan. Nech puldan berding sen? 45 ming so'm baba. Oy, mallar desa, mana ko'ringizlar, mana Urgut tumani G'o'z qishlog'idagi beda bozoridamiz. 45 ming so'm. 45 ming so'm. Yaxshimisizlar? YouTube kanalida Shavkat Davirov. Nech pul seniki? 35 ta beryapsiz, 35 ta. 35 nega arzon beryapsizlar? Qolganlar Aksiya bo'ldi. Aksiya bo'ldi, aksiya. aksiya, voy, rahmat. Rostdan aldimaysizlarmi? Aldimaysiz. Aksiya, uy bola tushdi, o'ylanib qolibdi bu. Bu pulini qayoqqa qo'yarini bilmay qolibdi, 45 dan sotibdi ana. Hayol, mayli, shunday. Ya, yaxshi. Shunday, rahmat. Aksiyaga 35 dan berdim deyapti. Rahmat olayim, ro'za kunlari. Va mana barcha dehqon g'o'slik g'o'stamiz beda bozorda mana ko'ringizlar. Kelingizlar, butun Jizzaxning bedachilari mana ko'ringizlar. O, bu aytgancha buni gapirmabmiz-ku. Bu nima? Haqiqiy Bulung'urning bolalari olib kelganda. Bulung'urning bolalari bu. Nima po'choq bular? Loviya paya, fason. O, loviya paya. Buni mashina nechta pul bo'ldi? 3 million deyapmiz, 3 million. 3 million? Kami bor. Kami bor. Voy, loviya po'choq mana. Bu ham molga foydali. Mana bu yoqda sotuvlar zo'r ketyapti. Savdo sotiq zo'r ketyapti mana. Voy, malatsi. Mana ko'ringizlar. Hamma kelsin, G'o'zga kelsin, Urgutga kelsin. Eng bir yaxshi, saxiy, Real ham bor deydi. ha, puldor, molpoz xalq hisoblanadi. Shuning uchun G'o'z bozoriga